Voy, men befarosat otani qaragin. Bunaqa joyda o'tirgandan ko'ra ustiga bir tuzukroq kiyim olsa bo'lmaydimi? Tonda o'tirishini qara. İşte hani ya bo'ldi-yu, gadoy. Qizim, e'tibor berma. Ol yeva. Ade, siz yemaysizmi? Men ishxonada ovqatlanuvdim. Osh bo'lsin, o'zing yeva. O'zi bunaqa joylarga mashinaga qalan qasanglarni ham kirgizib o'ralganda ya. Ade, qornim to'ydi. Uyga ketaylik. Ketdi ona qizim. O'rtoq qara, gapimiz tegib ketdimi deyman. Ketishyapti ota bola. Gadoy. Ota, 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 piru padar buzrukvorim. Ota, 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 mehribonim jonim siz. Ota, ota, duogo'yim siz istagan. Ke qizim, kimga kim qarayapsan? Adamlarga, lekin pulim yetmasa kerak aka. Ibola kishiri do'konida hamma kiyimlar arzon. Bu puling yetadi qizim. O'zingga yoqqan, xohlagan kiyimingni tanlab olishing mumkin qizim. Ibohlashiy do'konni tanlaganingiz uchun rahmat. Kelib turing. Assalomu alaykum aka, yaxshi o'tiribsizmi? Ye, kel qizim, o'tir. Ade, siz uchun kurtka olib keldim. Endi mazza qilib kiyib yurasiz. Ko'chada endi hech kimdan uyalmaysiz. Ustingizdan hech kim ko'rmaydi. Men sizni yaxshi ko'raman ade. Umringdan baraka top qizim. Rahmat. Düştüm yine çaresiz, gurbetin